Assalomu alaykum, hurmatli Instagram kuzatuvchilari va Persebus kanali obunachilari. Bugungi Persebimizda Sharxonli akamizga Cobalt avtomashinasiga farkoblarni so'rovga qilib, elektromontajlari bilan chiroyli qurilib berdik. Persebimiz razmeri 1.30 ga 2.35. Polni balandligi 1.40 cm keladi. Elektromontajlarimiz tayyor. Ko'rib turibsizlar. Balonlarimiz holati ideal. Yangi diska balonlar 13. Ko'rishlar mumkin mana. Yuk ko'tarish qobiliyati 1.5 tonna bo'ladi. Ko'p birka nomerlari bilan chiroyli qilib berdi ekamizga. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Qo'shtepa qishlog'ida. 12 ta viloyatga dastavkasini kelishili holatda chiqarib beraveramiz akalar. Karkasini akamiz o'zlari qo'lbola qilib qilishdi. Bunaqa holatlar ham bo'lib turadi endi. Aloqaga chiqaverasizlar akalar, raqamlarimiz mana 99 kod bilan 23688 90 kod bilan 176 3688. O'tishlar nalishida perseblarimiz bor. Kesalang mashinaga farkobkasini olgan qilib, kesamizlar beramiz. Obuna tugmachasini bosishdan chiqarmanglar akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.